Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 25-oktyabrdan 28-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 25 hamda 27-oktyabr kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 28-oktyabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 25-26-oktyabr kunlari Toshkent viloyatining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, baland tog'li hududlarda esa qorga aylanishi mumkin. 27-oktyabr kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 28-oktyabr kuni respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.